2012-yil 17-iyul O'zbekiston aloqa tarixidagi eng qora kun. Bir soniyada 9,5 million odam aloqasiz qoldi. Bu texnik nosozlik emasdi. Bu O'zbekistonning eng qudratli aloqa imperiyasi MTSning o'ldirilishi edi. Siz asosiy aktivdasiz, mening ismim Davronbek Sanakulov. Bugungi Insta tahlilimizni boshladik. Qanday qilib bozorning mutlaq qiroli bir kunda quladi va qanday qilib keyin $1 ga sotildi? Hammasi 90-yillarda afsonaviy Uzdonrobitadan boshlangan. 2004-yilda uni Rossiyaning MTS kompaniyasi sotib oldi. 2010-yilga kelib ular gegemon edi. 10 million abonent, eng arzon tariflar, MTS sifat ramzi edi. Lekin 2012-yilda hukumat MTSni $600 million soliqdan qochishda va noqonuniy faoliyatda aybladi. Rahbarlar qamaldi, litsenziya tortib olindi. O'zbekistonning 40% aholisi aloqa blokadasida qoldi. Eslaysizmi? O'sha kunlari Beeline va Ucell ofislari oldidagi dahshatli navbatlarni. Sim karta nondek qadrli edi. Raqobatchilar bayram qilishdi. 10 million mijoz esa ko'chada qoldi. 2 yillik sukunatdan so'ng 2014-yilda ular qaytdi. Yangi nom UMS, lekin bu uzoqqa cho'zilmadi. 2016-yilda MTS o'zining 50% ulushini O'zbekiston hukumatiga bor yo'g'i $1 evaziga sotib qochib ketdi. Ha, adashmadingiz. Butun boshli kompaniya bir finjon kofe narxiga sotildi. Sabab nima edi? Sababi AQSh Adliya vazirligi. Ular MTSni O'zbekistonga kirish uchun katta qizga pora berganlikda aybladilar. MTS bu jinoiy ishni yopish uchun Amerikaga rekord darajadagi $850 million jarima to'lashga rozi bo'ldi. Hoziroq bu videoni Mobius abonenti bo'lgan do'stingizga yuborib qo'ying.